Bu yerda quruq gapni jiqqinmay. 599 kilo tamoqni 399 kilo bermas. Gap o'qituvchilar bayramlik tovsanni tuzib oldingizmi? Aklan. Bu yerda quruq gapni jiqqinmay. Non tikib qarash mushumi? Bunda olsa do'stlar, 9-ayning 10-sida, ya'ni 2024-yilda o'qituvchilar bayramini tabriklash uchun efendim çaytanlığımız uyuşturgan faaliyetlik tamoqlarni sizlarga tanishtirib qo'yay. Samsaq biliqdan bir taqsa, lazjidan bir taqsa, jo'mpar gambiyandan bir taqsa, xomen kavrudan bir taqsa, tonokapdan 1 kilo, chayedofudan birni, zimamagodan birni, gambiyan tujodan birni, yutazdan 10ni, qarpin tozdan birni, bosemenjindan birni, lampungdan birni. Mushuni hammani qo'shsak 599 kilo bo'ladi. Mush tamoqlarni biz at 1 kilo ham jima, ya'ni at etgan boshlab kech soat 12 ga buni tamoqlarni biz 599 kilo tamoqni 399 kilo bermas. Buni zina faoliyat qilish deb ma'no deymiz buni. Chunki endi yilda bir qilgan o'qituvchilarning bayramini tabriklash uchun biz munchik chiqimni qilmasak o'xshamayotgan. Shunga biz o'ylanish orqali adi bir kun to'yma ammudoq oshxonaga, adi bir kun to'liq o'qituvchilarga murojaat qilamiz. O'qituvchi do'stlarning va yoki o'qituvchi urutqanlari aloqalarning o'sha adi bir kunlik mush faoliyatimizdan foydalanib qilishini umid qilamiz. 599 kilolik mush tamoqning hammini 399 kiloga tetkazsanglar bo'ldi. Undan sir tamoq bursanglar, buning sirti desalaymiz va yana ishimlik bu narsani bo'lib qolsanglar, ma'ning sirti tutasanglar bo'ldi. Bizning bunda to'san tuzib qo'yishimizga sabab oshxonamiz hozir 33 dan jo'z bo'ldi. Mehmonlar kelib ayrim tamoqlarni bursanglar surat kafolat qilib bo'lmaydi. Biz bu yerga ochiq tatliq qo'yoq suyuq hamon aralashtirib 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 xil tamoq tayyorladik. Mush tamoqqa bizning bolalar mushunlarni tayyorlik qiladi. To'sandan birini deb bursanglar mush tamoqni hammasi bir taqsidan jo'ziq keladi. Mush tamoqni yeb bo'lgandan keyin 399 ga to'lab ketsanglar bo'ladi. Buning sirtida ichimlik aroq burtib qolsanglar, pul to'lsanglar bo'ladi. Bo'lmasa mush 399 ga gibning kuchiga at bir kun mush faoliyatni paylanib qolsanglar bo'ladi. Oshxonamizda to'y tuykin, vichirka va boshqa har qanday faoliyat o'tkazishga tamom emas keladi. Mushundaq ish ehtiyoj bor, ruxsat qilib kelsanglar bo'ladi.